2026 yil kelgandim. 2026 yil fevralda kelgandim. Shuni jigar transplantatsiya bo'ldik. Keyin yaxshi, yana nasib bo'lsa 2024 ga ham keldik bitta tekshirish uchun. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Nuriddin aka bilan 1 yildan keyin ko'rishib turibmiz. Ular hozir nima bo'lgani, kasallik tarixi haqida gapirib beradilar. Nuriddin aka, nima bo'lgandi? Qachon kelgandingiz bu yoqqa? Qanaqa qilib kelib qoldingiz? 2026 yil kelgandim. 2026 yil fevralda kelgandim. Shuni jigar transplantatsiya bo'ldik. Keyin yaxshi, yana nasib bo'lsa 2024 ga ham keldik bitta tekshirish uchun. O'zimizni tekshirtirish uchun tekshirtirib ko'raylik, qanday anaqada. Operatsiyadan keyingi o'zgarishlar qanaqa endi? 1 yil o'tdi mana. Yaxshi, Xudoga shukr, zo'r. Allohga shukr, hammamiz yaxshi, zo'r. Mayli, siz ham sog'ayib keting, boshqa kasal bo'lmang. Agarda siz ham jigar kasalliklaridan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, transplantatsiyadan hech ham ikkilanmang. To'g'ri qaror sizning butun hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin.